Toshkent fotosuratlari uyida 4-respublika ko'rgazmasi tashkil etildi. Unda sport yo'nalishida katta yutuqlarga erishib, mamlakatimiz bayrog'ini yuqori ko'targan 100 dan ziyod ayol sportchilarimizning suratlari namoyish etildi. E'tiborlisi, ko'rgazmadan o'rin olgan suratlar orasida 1930-yildan boshlab to'plangan arxiv kadrlar ham bor. Hozir shu haqda. Sport tarixida matonatli ayol timsoli nomli fotoko'rgazmaga samarali mehnat qilayotgan xotin-qizlar, tabarruk onaxonlar hamda sport sohasida yuqori natijalarga erishayotgan ayollar tashrif buyurdi. Avvalgi ko'rgazmalarimizda endi ayol bir nozik xilqat. U hatto deylik og'ir mehnatlarda ham, qishloq mehnatida ham juda ham faol va biz ana shu avvalgi ko'rgazmalarimizda deylik boshqa sohalarga e'tibor qaratgan bo'lsak, biz endi bu safargida ayolni sportdagi matonatini ko'rsatib berishga harakat qildik. Ko'rgazma har sohada o'zini yorqin va to'liq namoyon eta oladigan, xususan sportda yutuqlarini tarix zarvaraqlariga mustahkam muhrlab borayotgan nozik xilqat vakillariga bag'ishlandi. Ma'lumot uchun ushbu ko'rgazma joriy yilning 10-martigacha davom etadi. Gulbahor Abdulxayeva, Abdulahad Abduvahobov, Hudud informatsion dasturi uchun.